Yevropa İttifaqı Xitay şirketi Temu'ga ağır jarimani qo'ydi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu Xitoyninki shu mayli Temu bo'lsin yoki boshqa nurg'un shu saxtamal ishlab chiqaradigan shirkatlar, zavod, korxonalar butun dunyoni shu yerdagi tijoratchilarni, har qaysi davlatlardagi vayron qilish uchun harakat qilayotganligini bilamiz hamda. Arzon baliq malni to'kma qilib har qaysi davlatlarga to'r orqali setishda rekord yaratgan bilan bular shu qaysi davlatga kirgan bo'lsin, u davlatdagi yerlik tijoratchilarni vayron qilganligini yillardan buyon bilamiz. Har qaysi davlatlar unga qarshi xilma-xil tadbirlarni e'lon bu qitim Yevropa İttifaqı bu Xitoyning elektronlik savdosi bo'lgan Temu'ning qanunsuz tovarlarning Yevropada setilishini unumli to'solmaganligini, Yevropaning raqamlik mulozimat qonuniga xiloflik qilganligini muayyanlashtirib, 28 may shirkatga 200 million yevro jarimani qo'ydi. Hamda 3 oy ichida kechiringlar. 3 oy ichida tuzitish planini topshirishga buyurdi. Hem jarimani, hem 3 oy ichida menga bu shaklda cho'qim bir plan topshirsa. Germaniya ovozining xabarida berildi bu. Yevropa İttifaqı komiteti Yevropa İttifaqidagi iste'molchilarning Temu supsida qanunsuz mahsulotlarga yo'liqish nisbatining ziyodi yuqori bo'lganligini, bu qanunsuz mahsulotlarning asosligi saxta, supatsiz, xatarlik, zaharlik yoki muhitga ziyonli tovarlarni o'z ichiga olganligini ta'kidlagan. Chunki bilimiz ham Xitoyninki har qanday ko'rinishda, rasmda shunday chiroyli rasmiy shu o'z davlatlarga kirgan qiltaqqa ajoyib tez tushirdi hamda. Uni ko'rgan inson o'zining davlatidagi baho qarasa bir muncha baho tug'an. Amaliyotda avatliga vaqtida u mal o'zining davlatida setilayotgan u mal bilan osmon zamin farqi bor hamda. Rasmga shunday chiroyli tatib qo'ydi. Haqni, ya'ni aldamchilik, tuzoqdan boshqa narsa emas hamda. Saxta, supatsiz mahsulotlar. Hatta zaharlik. Tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, kichik tipdagi elektronlik uskunlar va zaratliguvchilarning intayin ko'p qismi asosiy bexatarlik sinoqlaridan o'talmagan. Buningdan boshqa Temu supsida setilayotgan bovoq o'yinchoqlarining ko'p qismida ig'ir bexatarlik xavfi bayqalgan bo'lib, bu o'yinchoqlarning tarkibidagi ziyonli ximiyalik moddalarning quyuqlik darajasi Yevropa İttifaqıning qonunda belgilangan cheklamasidan eshib ketgan. Xitoy buningga parvo qilishi aslo mumkin emas qo'yamdi. Sasçılı bo'ldi bu maxluqlar. Kichik bolaga o'yinchoqni tishlab o'ynaydi, ko'ziga, badallariga surtidi, ya'ni ig'ir darajada, ya'ni Xitoyning hech qanday davlatning siniqidan o'ta olishi mumkin emas deb qarayman men. Chunki vatandagi vaqtlarimizda Xitoyning zavod korxonalardagi ishlab chiqarish muhitini ko'rganligimiz uchun bu son muhimda ularga buluşuq ishlab chiqarish. Yevropa İttifaqı komitetining aloqador amaldorlari Yevropa İttifaqıning munosabatlik tarmoqlari ijro qilgan tekshirishlar, iste'molchilarni qo'g'dash tashkilotlarining tadqiqotlari, shuningdek tamojna sonliq ma'lumotlari va avrishga elib sinov qilish qatorliqlarga asosan yuqorqi xulosani chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Yevropada Temu supsining 130 millionga yaqin ishlatuvchisi bor bo'lib, Yevropa İttifaqı bundan ilgari Temu shirkatining supida setilayotgan tovarlarning iste'molchilarga keltirish mumkinchiligi bo'lgan ziyinni tekshirishga va eng tuvancha kuch tushirishga bir necha qatim chaqirgan edi. Temu shirkati Yevropa İttifaqı komitetining qaroriga inkos qaytarib, jazoning intayin ig'ir bo'lganligini, mazkur qarorning 2024-yillik xatar baholash dokumentiga asosan chiqarilganligini, supining navbatdagi amaliy ahvolini aks ettirib berolmaydiganligini da'vo qilgan. Yana o'xshash ushuqliq, ko'kamilik. Men bu bundaq qilmay, hozirgi ahvolim bundaq emas dedim. Hozirgi ahvolim 2024da kinasiga asosan qilingan bo'lsa-mu, yani aniq hozirgi texnik badbashir bo'lsanki asla burunqidan yaxshi bo'lishing imkonsiz yani. Xitoyning har qanday mayli Temu bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin.